Anchagina arzon narxda ko'pchilikning yuragidan joy olgan mashina Toyota Land Cruiser 300 mashinasi. Shu mashinani yangisini hozirgi kunda olib haydayman desangiz $120 ming tushadi, lekin bu mashinaning narxi sizlarga aniq yoqadi, kuzatib turing. Mashina 2022-yil probegi 94 ming kilometr. Bu mashinalarga bu probeg hech narsa emas, bilasizlar, millionlab yurib beraveradi. Mashinaning hech qayerda udari yo'q ekan, balonlari ham juda ham yaxshi holatda. 360 kamera, slipoy zona, beskulchoy do'stlargacha bor va ishlab turibdi. Salonni ham ko'rishingiz mumkin, ancha ideal holatda, qop-qora charmdan ishlab qo'yilgan, tomimiz alkantara qilingan va lyukimiz ham bor. Informatsion displey, informatsion tablo, multirul, cruise control, pamять сидения, обогрев, obduf, rulni isitish, iqlim nazorati, o'qlar aro blokirovka tizimi, simsiz quvvatlash paneli, ikkala tarafga ham ochiladigan bar. Xullas, barcha kerakli funksiyalarimiz mavjud. Mashinaning ikkinchi qatori ham zo'r holatda, monitorlarimiz ishlab turibdi, akustikamiz JBL. Zapas ballonlari ham bor va bu mashinamizning kapot tagida 3.5 turbo motor turibdi. Buni narxiga keladigan bo'lsa $79,5 ming. Pastda qoldirgan raqamlarimga tez telefon qilsangiz yana ozgina o'tib berishadi. Shoshilib qoling, bunaqa narxda bunaqa mashina doim ham chiqib qolavermaydi.